Muzaffer eke yine bitti. Bunda oldu. Yap şu. Kim oldu? Kim oldu? Hoş geldin kere. Bak oturuyorsun. Allah. 28 iyun 2025 yıl Aytbek Ahmetov ko'chasi Muhammad sallallohu alayhi vasallam atındagi mescid qori valdardi. Qaldarkan bolasi Qaydarbek qiz to'yi qilayotganda baylanishdi. Qori valdarni chaqirib ularga osh berib, choy berib, ularning duosini olayın degan maqsad bilan o'shunday azimlarni o'tkazib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo qilingan ihsonlarni qabul qilsin. Iki yaşlı dünya üçün ahiretdə baxtlı olsun. Qarağınızlar qançalıq ötə sonu görmüş. Bugün toylarga gövünçə qursaq doktor borat. Biroq bunda böböktörümüz gövünçə isdən çıxıb qalatkan. Özü negizi oşunday böböktörümüzdə bugünkü gündə isdən çıxarmayın. Anşamçı oşunday toy tamaşlarga, ihsanlarga çaqırsanızlar bolar bir toğanlar. Ulardan yürəgi taza, gönlü taza, bulardan duası tüzmötüz qabul bola turğan uçurum maşallah. Qarağınızlar ötə sonu. Qanday qoz görmüş. Allahu Ekber. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس
ثاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكر وقت الحاجة تاء. Yaxshi ilmli insonlardan bilimlilarni konsertlarda o'qitib ifodalari Alloh yo'lida ishonmaslik qo'yib o'tiribsizlar, ishlarda o'qimaylar, akaylar, jasur olmaylar. Baxtli bo'lsangiz, qo'shlardan qo'sha qarisiz, sayyor o'xshagan bilimli farzandlar bersin. Masjidni to'ldirib yurishsa, sayyor o'xshab. Salomat tinchlik bo'lsin, Mana shu qo'ygan insonlarga Allohning behaqqi va mehri qabul qilsin. Mana shu sunnat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnati mana shu yaxshilikni o'ziga Alloh subhanahu va taolo mana shu bir og'ir hayotda bir baxtlarda bir pastda bir bo'lib islom dinida yashab ota-onasini qadriga yetadigan hurmat qiladigan kelajakda islom diniga xizmat qiladigan farzandlarni ota-onasi bo'lishligiga mana shu ikki tarafdan Alloh taolo teng ishonib teng xizmatini qilishlikka mana shu har bir xalq xizmatida bo'lishlikka Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Alloh taolo xayra xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain. Alhamdulillahi robbil alamin.